Açlıqның тәмі. Abduri Abduveli Ayub. Aç qo'yish Xitoyda qamoqda yotganlar uchraydigan jazolarning biri. Gundupaylar mahbuslarni och qo'yib, iqror qilishga, bo'ysunishga, boshqalarni pash qilishga zo'rlaydi. Xitoy rejimi Uyg'urlarning yurt makonini usti ochiq turmalarga aylantirgan bugungi kunlarda Uyg'urlarning Covid karantinasi bahanasi bilan och qo'yilishi bir xil jazolash tadbiridir. Uyg'urning shimolidagi qadimki shahri G'ulji qamal qilinganiga 40 kundan oshdi. Yaqinqi bir haftadan buyanqi ochliqdan faryod chekayotgan qarindoshlar chiqargan sillarni chiqarmadim. O'rtoqlashdim, ammo sinchilab qarab boqmadim. Men qaraya olmayman. Chunki ular menga turma hayotimni eslatadi. Men o chiroylarga qaraya olmayman. Chunki men ularni 9 yil burun ko'z oldimda ko'rgan. Men o nalizarga chiday olmayman. Chunki men shundoq kunni ko'rgan, undaq yig'i motamlar ichida yashab boqqan, och qo'yib jazolanib boqqan. Qamoqda turlik jazolash, qiynash, xo'rlash usullari bor. So'roqchining usuli boshqa, Gundupayning usuli boshqa, Kamirdagi o'g'inish boshlig'i deb chiroyli ism qo'yilgan katavashlarning usuli boshqa. Ammo och qo'yish, uyqusiz qo'yish, yolg'iz qo'yish eng umumlashgan usul. Bu usullar hammasiga o'rtaq. So'roqchi so'roqxonada tashlab qo'yib och qo'ydi. Gundupay kamirda kechichi navbatga turg'izib qo'yib uyqusiz qo'ydi. Kamir boshlig'i boshqalar bilan parang qilishni, yaqin turishni, qarishishni cheklab yolg'iz qo'ydi. Eng yomoni Gundupayning yolg'iz kishilik kamirga qamab, ostiga tarat to'shki ichilgan yo'lvas o'rindiqqa bog'lab, ham uyqusiz, ham och, hamda yolg'iz tashlab qo'yishidir. Och qo'yib jazolashlar ichidagi eng yeniki, eng ko'p qarg'i keladigini, eng unumliki. Chunki inson och qolganda kayfi buziladi, nervisi chechiladi. Ochliqdan, ochiqdan ko'zga hech narsa ko'rinmaydi. Bo'libmi men ko'rgan u och qo'yish, tamoq bor yerda och qo'yish, kishilar tamoq yeyotganda tamoqsiz qo'yish, tamoqni oldiga qo'yib yegizmaslik bo'lg'achqa insonni bakmi qiynaydi. 2014-yil aprelning 5-da men 2013-yil 10-sentyabrdan boshlab turayotgan Liudovan qamoqxonasi yana bir qatim seriq siyosiy jilik kiygan Uyg'urlar bilan to'ldi. Bir kuni saharda uzun taxti karvatga dumchiyib nashta qilayotgan edik, eshik taraqlab ochildi. Hammaylan og'zimizni surtishga ulgurmay o'rnimizdan dast turib sapga tizildik va "Guanjiao" deb vaqirashdik. Bu bizning eshik ochilganda deydigan salom so'zimiz edi. Oppoq maska tortib oqbalay kiyib olgan Gundupay eshikni ochganda ishidan chiqqan sesiqchilikdan saskandimi qandaq burnini itib olgan edi. O seriqchilik kiygan bir Uyg'ur yigitini ishtirib kirgizibla 2 qavat eshikni jaloqiltib taqidi. Men kamirda tarjimon bo'lg'achqa nashtabni joyida qo'yib xotir qoldirishga yordamlashdim. Bu yigit Xotan shahridan bo'lib, ismi Yasinjon ekan. Kamir boshlig'i oq seriq kelgan, bo'yi egiz, burtlari amdili xatta atgan bu yigitni xolaning qishig'i o'ltirg'izib qo'ydi. O 15 kun ichida boshqalarga gap qilsa bo'lmaydi. Karvatda o'ltirsa bo'lmaydi. Xolaning qishida yetib qo'pishi va shu yerda tamoq yeyish kerak edi. Men Xitoycha yodlash talab qilinadigan qamoqxona qoidasi, kamir qoidasi degan qumdak ko'p, qildak inchki bu qoidalarning hammasini uningga Uyg'urcha tushuntirib o'tdim. Uning o'mcharab qarashlariga javoban meningmi amalsizligimni, buyurilgan bo'yicha qilmasa jazolanganligini, jazoning ig'irligini eskartib qo'ydim. Yasinjon Urumchida harv so'rab mevachi sotadi ekan. U undidarda tarqilib yurgan, Xitoydan Urumchiga kelgan bananda kasal borlik haqidagi uchurga rasm kirgizib tarqatgan ekan. Shuning uchun siyosiy jinoyatchi bo'lib qopti. Ortilgan jinoyat millatlar aro o'shmanlikka qutratqulik qilish ekan. Uni bu qamoqda bir qancha kun yotqizib Xotanga elib ketarmish. Shu kecha men kech soat 2 bilan navbatchi edim. Qarsam Yasinjon xolaning qishida daq yerda tugilib yetibdi. Uning tishlari sovuqdan kasildab ketibdi.
Gündüpaylar onun kiyim-kechaklarını saldırıp elip qalğan. Onu faqatla bir qara kök kaltı iştan və seriq siyasi jilit bilan qamab qo'ygan edi. Qandaq qara bastı bilmedim. Yasinjanning dümbisiga men yostiq qilib yetivatgan qishliq mahbus jilitkamni yepib tashlabdiman. Kamerdagi kanaydin "Nima qilyapsan? Jilitkangni joyiga qo'y" degan ovoz chiqqan aman qo'rqib putqulimda jon qolmadi. Bu ig'ir gunoh edi. Siyosiy mahbuslarga ko'yinish emas, gap qilishmi cho'ng xatolik edi. Ularning ustidagi yangsiz seriq jilitga kecha-yu kunduz silinmasligi, hech narsa bilan yepilmasligi kerak edi. Gündüpay meni at sərgicha növbətdə turishqa buyurdi. Mən kecha soat 2 bilan shu bir növbətdə turgancha bir kecha uyqusiz qaldım. At soat 10 bilan qamoqxona boshliqlari barliq Gündüpaylar atdiganlik tekshirishga kirdi. Gündüpay Wang mening qilmishimni qamoqxona boshlig'iga doklad qildi. Oruq, vijik kelgan boshliq mening bosh oyog'imga bir qarab qo'yib, "Fan kadyo" deb vaqirab bir nimalarni deb ketdi. Bundaq degini tamoqdan qo'yish jazosi bergan edi. Bu jazo mening Yasinjon bilan bo'lgan burunqi munosabatimni tarjimonlik qilgan bo'lib, nimalarni deyishganimni, uningga qandaq jinoiy yo'l ko'rsatganligimni iqror qilgandan keyin ondan amaldan qolar emish. Boshliq shundaq deb qo'yib, Yasinjonni bo'lak kamarga yo'tkab chiqib ketdi. Atdiganlik nashtig'i burunqidak seriq qo'noq uni chilingan tussiz umoch bilan yana shundaq tussiz mo'mi berildi. Qachamga umashni mo'mini oldim. Taxt karvatning qirig'i qo'yib, oldida zo'ngzuyib o'ltirdim. Ammo yeyishga bo'lmaydi. Men qamoqda mahbuslarga nima uchun tuz silingan tamoq berilmaydiganligining sirini hozirgacha tushunmayman. Tuz sırap ketkinimden qo'ylarga o'xshash tamlarni yalab baqqinim, kiyimlarning yaqisini sho'rab baqqinim esimda. Kichigimda pada baqqan chaqlarda qo'ylarga sho'r to'kib bermasak shunday qiladi. Tushlik tamoqqa yana shu tuzsiz yesvilak sho'rpi keldi. Uni burunqidak kamirning ishkidagi alqandak ko'znakdan qachamga usib berdi. Qachamni oldimga qo'yib, uzun yog'och karvat qirig'i yaqin zo'ngzaydim. Yana shu Xitoycha mo'mi deydigan tuzsiz o'rnan oldimda o'r chiqirib turadi. Qo'rsoq och, ko'kraydi, ammo yesam bo'lmaydi. Kechlik tamoq vaqtimi o'xshashla yesvilak sho'rpi bilan o'ri o'rlab turgan o'rnanga qarab o'ltirish bilan o'tdi. Atrofimda hammaylar tamoq yeydi. Ba'zi Xitoy mahbuslar qasddan kekirib qo'rsoqlarini silab qo'yishidi. Gündüpaylarning ko'znakdan menga qarab yejib qo'yishi bor texi. Kamir boshlig'i mazoq qilib, "Sen musulmon bo'lgandikan qancha ko'p och qolsang, Xudoying sana shuncha ko'p iltifot qiladi" deb qo'ydi. Ikkinchi kunimi shundaq tamoqsiz o'tdi. Ammo uyqumni tortib olmaganga xush bo'ldim. Chunki uxlab qolsa, qo'rsoqning ochlig'i bilinmay qoladi. Üçüncü kuni sahardan boshlab qo'rsqimning ko'krashlari, mujib og'rishlarga chidash tas bo'ldi. Och qo'rsoqqa paylamay, to'xtamay suv ichdim. To'li ichiverib, suvmi bak lovzi tetib ketdi. Yeydigan bir narsa chiqib qoladigandek har yonga qarab ketdim. Ko'zimga ko'ringan narsani yeb boqqim keldi. Yostiq qilib olgan qishliq jilitkamni o'rib-cho'rib qarab ketdim. Yeydigan hech narsa chiqmadi. Akam kamerga kirgizgan iç kiyimlardan tartib qayta aqtirib chiqdim. Yegidak hech narsa yo'q edi. Ming tast kunni kesh qildim. Ammo kunduzda har qancha chidigandek qilgan bilan qo'rsoq kakirab oram bermagan edi. Bundaq kakirashdan kechasi uyqumga kelmadi. Qo'rsoq to'xtamay ko'ldirlaydi. Og'zimga zahardek ochiq bir suyuqlik yanatdi. Balkim bu o't suyuqligi bo'lsa kerak. Anam ochiqlanma, o'ting yerilib ketadi deydigan. Agar o'tdiki suyuqlik bu qadar ochiq bo'lsa, helimi yerilmaydi ekan bu o't deb o'ylaganim helimi esimda. Shu kuni kechilik navbatchiligim kech soat 12 bilan boshlandi. Kamerga sinchilab qarashga boshladim. Ko'zim yeydigan bir narsa izlaydi. Kamerdagi tamoqqachisi oshgan tamoqlarni to'kadigan chilak, kunduzlik qaynoq suv qachilaydigan chilaklar uzun bir takchiga tizilgan edi.
Әгер камерға орнытылған 3 камера чырыслап тұрмаған болса, нәге маңсам, немі қылсам, әммені Гундпайла камерадан көріп тұрмаған болса, чилектікі ашқан орнандың бір тішләм еп алған болсам, деп ойлап, тәкшінің қырлырғы қадар қарап кеттім. Синчилап қарап тұрсам, бір топ серік чүмөлілер қатарлышып, орнан ұвақларыны тошышқы башлапты. Чүмөлілерінің еңі ұшчудәк кичік ұвақларыны тошышыларға қарап тұрдым. Ular menden erkin idi. Ular qamoqdan xalысы chiqib, xalысы kirələydi. Ularni hech kim kishallab qo'ya olmaydi, so'roq qila olmaydi, qiynay olmaydi, iqrorga qistay olmaydi. Ularning eng ta'laylik yeri, eng baxtlik yeri o'zi xohlagan yerda, o'zi xohlagan narsani yeyalaydi. Ularga ko'zimni o'zmay qarab ketdim. Xuddi menga ular chilakdan birər o'rnanni o'g'irlab berdigandek tuyulib ketdi. Bir çağda seyriq çümölülərinin çiləkki yıqıraq bir yerге juğlışıb qalğınıға көзім düşdü. Qarsam ular qonaqdak bir ornan uvuqını parçalab toşışqı başlapdı. Dərhal çümölülərni qaçırıb uvaqni qo'limga aldım-da, ağzımga kap etdim. Uvaq ağzımda eripli yo'qab ketdi. Təmi ornanға emas, qurtqa bəkrak o'xshaydi. Kichik vaqtimda dadam qurt yegil qo'ymaydigan, Onunçı qurut, içip ketken, içkil bolmaz bolup ketken sütten yaslarmış iken. Qaraganda uvaq, içip qalğan ornanның uvuqı bolsa kerek. 4-cü gün səhərdə, naşta vaqtida kamerdiki karnaydan tamaq yesəm boladiganlıqı uqturuldu. Keyinci anlasam, Yasincan, so'roqda har qancha qiynalsımı, meni tonumaydiganlıqida ching turgan emish. Әлбәтті мәнмі тонымайдыған бір егітні бірәр вақт тамақ үшін тонымән деп иқрар қылыдыған аңқауладың әмәс едім. Шүнден кейін ашлық хаққыды кеп болса, қиялым тамаққа кетеді. Есімге еліқі чүмөлілердің талышып еген орнан уқының ачық тәмі келеді.